Arab bahor harakati avj olgan. Bo'libmi Iroq Sham islom davlati qurilib, O'rta Sharq yana bir qatim urush va terrorlik patqiga patqanda terrorlikqa qarshi hamkorlik Amerika bilan Xitoy muzokara qiladigan masalalardan biriga aylangan. 2014-yil 8-oyda ikki taraf terrorlikqa qarshi turish dialogi olib borgan. Dialogda Xitoy taraf Sharq Turkiston kuchlariga terrorchi deb muomala qilishni talab qilgan. 2014-yili Xitoy xalq qurultiyi terrorlikqa qarshi turish qonunini e'lon qilgan. Mazkur qonun Amerika prezidenti Barack Obama Xitoyni ziyorat qilish arafasida muzokaraga qo'yilgan bo'lib, Washington Pochtasi gazeti 2015-yil 3-oyda bu vaqtda maqola e'lon qilib, Xitoyning terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, kishilik huquqni dafsana qiladiganlik ehtimolini o'tirg'a qo'ygan edi. Darvaqa Xitoy 2017-yildan keyin terrorlikqa zarba berish, asabiylikni tugatishni bahona qilib, Uyg'urlarni keng ko'lamli bostirdi, o'ltirdi, majburiy emgakka soldi. Mana bular Xitoyning irqiy qirg'inchilik uchun oldin plan tuzib, terrorlikqa zarba berish niqobi taqab, Amerikaning ko'zini bo'yganligini isbotlab berdi. Xitoy 2003-yildan boshlab Amerika qatorliq davlatlarning xalqaro terrorlikqa zarba berish siyosatidan foydalanib kelgan. 2020-yili Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Sharq Turkiston islom harakati tashkilotiga doir yetarli dalil isbotlarning bo'lmaganligi sababli uni terrorlik tashkilotlari tizimligidan o'chirib tashlaganligini jakalagan bo'lsa-mu, Xitoy yanada uni bo'dab o'htamli qilib, Uyg'urlarni bostirishni davom qilmoqda. Amerikadagi RAND siyosat tadqiqot markazi xalqaro tartib va xavfsizlik mutaxassisi Raymonko xalqaro terrorlikqa qarshi turish masalasida Xitoyning izchil holda fursatparastlik qilganligini bildirib, mundaq dedi. Well, so I think China viewed the U.S. global war on terror very much opportunistically. This was a chance for it to... Menimcha Xitoy Amerikaning xalqaro terrorizmga qarshi turish harakatini intayin yaxshi fursat deb qarab keldi. Hozir bo'lsa Amerika terrorlikqa qarshi turish harakatini qayirib qo'yib, nishonni boshqa yoqqa burdi. Bundaq bo'lganda Xitoymi ma'lum tashkilotni oldirab terrorlik tashkiloti deyilmaydi. Chunki Amerika bu masalada Xitoy bilan hamkorlashmaydi. Xitoy bilan Rossiya shundaqla ko'plagan davlatlar hukumatga qarshi chiqqan guruhlarning hammasini terrorchi deb atashga qo'shdilar. Uyg'urlarning kishilik huquq va millat davosimi Xitoy hukumati tomonidan terrorlik bilan qoralanib keldi. Ma'lum jihatdan olganda Uyg'urlarning tashqi kuchlarning diqqati va qo'llashiga erishishi yaxshi ish. Ammo siz bu ishda haqqoniy sababingiz borligini ko'z tutishingiz kerak. Shunda ular sizdan foydalanmaydi. Balki siz bilan manfaatlari bir yerdan chiqadi. They're doing it for the right reasons. That they actually share your interests as opposed to using you for their own interests. Turkiya Hacettepe Üniversiteti Tarix Fakültesi dosenti Dr. Erkin Ekrem hozir xalqaro jamiyatning Xitoyning zulm siyosatiga qarshi o'tirg'i chiqqan qarshilik harakatlarini tushunib yetayotganligini va Uyg'ur davosi uchun bir xalqaro zamin hozirlamayotganligini bildirdi. Xalqarada bu Uyg'ur masalasida burun Xitoyning tashviqoti bilan bu Uyg'ur terroristlar deydigan bir hukm bordi. Ama hozir g'arb davlatlarda bu Uyg'urlarningki terrorist emas, Xitoyningki zulmiga qarshi, Xitoyningki irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlagan jinoyatga qarshi Uyg'urlar kurash qilayotganini tushunyapti hozir. Bo'libmi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bu zulm siyosatiga qarshi o'tirg'i chiqqan bu harakatni to'liq tushunishga boshladi. Ya'ni Xitoy siyosatining yaratgan natijasini sabab qilib dunyoga tunutdi. Hamda Xitoyning kelgusida dunyoga hokim bo'lish niyatining borlig'ini, Amerikaning o'rnini oldiganligini, g'arb davlatlarining qimmat qarashlarini yo'qotadiganligini buni his qildi. Bundaq ahvolda hamda Xitoyni asos bir strategiya nishon deb ko'ryotdi va Xitoyni tizginlashtirishga tirishyotdi. Mayli hozirgi ilib borgan siyosiy, iqtisodiy, finans, texnologiya, rayon xarakterlik ba'zi ittifoqlar hammasi shu Xitoyni tizginlashtirishga tirishyotdi. Bunda bir ahvolda Uyg'urlarning shu xalqaro siyosiy sahnada texmo aktiv ishlash uchun va o'tirib qo'ygan nishoniga erishish uchun bir muhit, bir imkonmi yaratgan bo'ldi. Amerika 2014-yildan boshlab asosli diqqat nuqtasini terrorlikqa zarba berishga emas, Xitoy bilan Rossiyaning tahdidiga qaratgan bo'lib, bugungi kunda Xitoy bilan Rossiyaning birlashib Amerika va g'arb davlatlariga qarshi ittifoq tuzishi Amerikani cho'ng davlatlar raqobatida o'tib chiqishga majburlagan muhim sabab bo'lib qolgan. Terrorchilarga zarba berishda utuq qozongan Amerika Xitoy bilan Rossiyaning kunsiri eg'irlashayotgan tahdidi oldida yangidan harbiy plan tuzishga boshlagan. Suhbat to'rda e'lon qilingan maqolada aytilishicha,
Amerikaning yangi planlaridan biri harakatchan qismlarni o'rlashtirish, ya'ni Amerika armiyasini dunyoning har qaysi joylariga tez sur'atda o'rlashtirish, qismlar almashadigan vaqt jadvalini tuzmaslik bo'lib, bundaq bo'lganda Amerikaning ittifoqdoshlari Amerika xohlagan chaqda bizga yordamga keladi deb xotirjam bo'ladi ekan. Masalan, hozir Amerikaning 10 ming askari Polshada turayotgan bo'lib, ular u yerda uzun muddat qolmaydi ekan va Rossiyaning Sharqiy Yevropaga selayotgan tahdidiga qarshi tayyorlik holatda turdi ekan. Buningdan Sharqiy Yevropa ham xotirjam bo'ladi ekan. Amerikaning yana bir plani ko'p soha bo'yicha jang qilish taktikasi bo'lib, uningda Amerika armiyasi quruqliq, dengiz, havo, olam bo'shligi va tor bo'shligida o'xshamagan vazifalarni o'taydi ekan. Ammo birlikda plan tuzib, birlikda mashq qiladi ekan. Bundaq bo'lganda ular biror joyda harbiy to'qinish yuz berganda bosishib jang qiladi ekan. Amerika armiyasining bundaq bir tutash hamkorligi sal chaqliqli bo'lmaydigan kuchni shakllantirgan bo'lib, agar Amerika dengiz armiyasi Xitoyning biror tahdidiga uchrasa, Amerika Xitoy bilan dengizda bevosita jang qilmay turib, tor hujumi yoki havo hujumi orqali Xitoy armiyasini palash qilib qo'yadi ekan. Bu usul Xitoy armiyasini Tayvanga hujum qilishda ishkilantirib qo'ygan muhim sabab ekan. Chunki Xitoy agar Amerika bilan shiddatli to'qnashishga kirib qolsa, Amerikaning tor va olam bo'shliq sistemasi Xitoyning harbiy aloqa sistemasini qalamaqlashtirib yoki vayron qilib, uning hujumini to'sib qo'ydi ekan. Buningdan boshqa Amerika yana Xitoyning kunsiri kengayayotgan harbiy kuchiga taqobil turish uchun sun'iy aqlni harbiy texnikalarga ishlatishga boshlagan bo'lib, u nusxa ko'paytirish plani deb atalgan. Bu planda Amerika tannarxi tuvan bo'lgan sun'iy aql bilan boshqariladigan aeroplan va kemalarni yasab urushga soladi ekan. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Kor apandi Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi to'qnashuvning Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri va kelgusi vaziyat haqida ko'z qarashlarini bildirib mundaq dedi. Afrikada pillar elissa o't cho'plar dasilib o'ladi deydigan maqol bor. Bu gap Uyg'urlarning ahvoliga tushadi. Xitoy bilan Amerikaning to'qinishi keskinlashgan sari Uyg'urlarga keladigan zarbimi kuchayib mangadi. Kommunist Xitoy Şinjanning qo'ldan berib qo'yishdan, hatto Şinjanning qayta mustaqil bo'lib, yangi Sharqiy Turkiston qurilishdan qattiq qo'rqadi. Agar Xitoy Tayvan urushida yengilsa, Uyg'urlarning mustaqil bo'lishidan texmi qo'rqadi. Xitoy armiyasi bu urushda mag'lub bo'lgandan keyin ojizlab Sharqiy Turkiston va Tibetdagi to'polonni besiq tura olmay qoladi. Agar bu to'polon chet elning yordamiga erishsa yoki Beijingda qaytadan kuchli bir demokratiya harakati qo'zg'alsa, uni texim besiq tura olmay qoladi. Amerikaning o'z diqqatini qaytadan Xitoyga markazlashtirishiga ergishib, Xitoy kommunistlari o'z hokimiyatining g'olab tushishidan emas, Xitoyning parchalanib ketishidan qattiq ansirmoqda. Sovetning parchalanishini ko'rgan Xitoy kompartiyasi o'zining o'xshash taqdirga duchor bo'lishini xohlamaydi. Dal shundaq bo'lganligi uchun navbatda Amerika Xitoy munosabatidagi yirikliklarni sho'rdigan holda o'tirg'a chiqayotgan surkilish va yumshash vaziyatining takrorlanishi bu holning reallikdagi inkosi sifatida mavjud bo'layotganligi ma'lum. Xitoy tarafmi Amerika armiyasining bu jihatdagi umumiy ahvolidan yaxshi xabardor bo'lganligi uchun ularning Amerika bilan munosabatimi ehtiyot bilan ish ko'rish prinsipi bo'yicha davom qilib kelmoqda.